Albatta. O'shanga Murodga juda ham katta rahmat. Kadirovga rahmat, Kadirov qattasi keling. Kadirovni mana biz ochdik, chunki menga murojaat etdilar, Kadirov bilan ishlab ko'ring. Juda ham tirishqoq bola. Bu kishini menga yoqqani ishlayman, o'zim olaman, boshqa qilaman, rivojlanaman degan taraflari menga juda ham yoqdi. Shahnozga kattakon rahmat. Shahnoz можно себя тоже? Потому что hozir men ham ko'rdim, Shahnozani bu debyutniy roli edi. Men hozir aytdim, Zarinani o'rniga Zarinani men juda ham yaxshi ko'raman. Просто kukla qiz muomalasi dahshat. Shunaqa bo'lib qoldi. Shahnozani debyutniy roli Shahnoza deb porvala, серьезно. Chunki men ham Minavara Abdullayevada Sevginatordan oldin 3 yil ta'lim olganman. Bittada porvala. Тебе большое спасибо, что ты поддержала. Shunaqa holat bo'ldi. Endi men Sankt-Peterburgdaman. Bu yerda Murod zamena aktyori qilish kerak. Joyida meni singlimni, o'zimni dugonam, o'zimni singlimni shunda aktrisa qilib qo'ydik. Ana Nurtola shunaqa. Hammaga kattakon rahmat. Nigina opamga, hammaga kattakon rahmat. Shoira opamga, chunki Shoira opam основной bizga ssenariyni yozib berdilar, Dila dugonam korreksiya qilib berdilar. Murod lekin yugurdi. Реально Murod yugurdi. И как hozir men Murod и как adminim, и как o'zinglar bilasizlar, Magatoshi hammasiga o'zlari yugurdilar. Kattakon sizlarga rahmat. Shahnoza opa sizga rahmat. Chunki shuncha tushunib Murodga ham insonni rivojlanishida, san'atkorni yoshligida rivojlanishida onasi muhitni yaratib beradi. Menga onam mana shu muhitni yaratib berganlar. Nechida muhabbat sinovlaridan anaqadan Paxtako'rdan Dilshodbek Kattabekov Ozod akamni qo'shig'ini aytib kelardi. 5 ertalab chiqib kelardi montajga. Shu meni urishmasdilar ham, faqat so'rardilar, "Keldingmi bolammi?" Shu muhitni siz yaratib beryapsiz. Bu rivojlanishingiz. Sizga kattakon rahmat Shahnoza opa. Hammaga kattakon rahmat. Hozir mana Najot akam ham bordilar. Najot akam ham shou biznesda juda ham katta bir legenda insonlari.